2026-yilda temirdan tom yoptirish narxlari necha puldan bo'lyapti? Yog'och mahsulotiga nisbatan arzon tushadimi, qimmat tushadimi? Bir boshdan yoritib beraveramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shepim, mazada yaxshimi? Charchamayapsizmi? Aka, xudo xolasa, buni nima qulaylik, nima afzalligi bor? Xo'sh, bularimizni qulayligi, afzalligi to'sin, strapl, ustunlardan arzon tushadi. Uchovini bitta qilganimizda ham arzon tushadi. Ya'ni mana bu to'sin. Bu to'sini pastki. Mana bunisi stoykasi. Bunisi strapligi. Ya'ni uchtasi bitta mahsulot. Mustahkamligi haqida ma'lumot beraverasiz. Mustahkamligi mana shu 31 metr pashti, 31 metr joyiga bez ustun tayyorlayapmiz. Mustahkamligini shundan bilsangiz bo'laveradi. Endi 31 metrda yog'och mahsulotdan foydalanib, o'sha 10 metrlik, 15 metrlik terak yoki boshqa mahsulot foydalanganda ham o'rtasiga ustun qo'yadi. Albatta. Bunda 30 akalar 30 metr juda katta bo'lib ketadi. Misol uchun, mana bu konteynerdan bu boshigacha skladingizni fura buriladigan qilib bera olasiz aka. Albatta. Zo'r. Endi aka narxi ham cho'chitib yuboradigan darajadadir. Yo'q, narx cho'chitib yuboradigan darajada emas. Mana shimiz tagi xori, tepasi firmaligimiz 1 metri 400 ming so'mga kreskasi bilan birga to'xtaydi. Ha, 1 metri 400 ming so'm. 1 metri 400 ming so'mga kreskasi bilan birga. Boshqa joyda arzon ekan-u degan akalarimiz uchun mana ularimiz ham bor. 1 metri 115 ming so'mga to'xtaydi. 5 ga 4 profildan. Ichi tepasi pasi 12 metr 15 metr joygacha bez ustun bularimizni ham qo'ysak bo'laveradi. Mana yana bitta akalar, misol uchun og'ilxona yo bo'lmasa qanaqadir ishlab chiqarish sex qilmoqchisiz. Birinchi o'rinda tagiga to'sin, to'sinni ustidan keyin ustunlik, undan keyin strapl olibki, mana bu oddiy misol o'rtadagi to'sinchani ham yog'och materialiga hisoblasangiz, falon pulga aylanib ketadi. Albatta, albatta. Tayyor bu keyinchalik imoratini buzib tashlagan taqdirda ham qayta ishlatsa bo'ladi. Qayta ishlatsa bo'laveradi. Yog'ochga o'xshab o'tin bo'lib qolmaydi. Albatta. Mashalloh, zo'r. Aka, nechiga nechi profildan? Bu profilimiz 5 ga 4 konteynerlikdan tayyorlangan profil. Stinkasi. Stinkasi 2/1 bo'ladi. Yana bitta narsa, ikkita P'ni bir qilishib, to'rtburchak qilishyapti degan akalarimiz. Yo'q. Bu unaqa ikkita P emas, choki bitta bo'ladi. Choki mana bitta bo'ladi, bir tarafda bo'ladi. Mana akalar. Bundan ham arzoni bormi? Bundan arzoni 4 ga 4 dan bo'ladi, 1 metr 100 ming so'mga tushadi. Akalar, qancha arzonlashtirish kerak sizlarga? Misol uchun konteynerda eshik bozimi bu shepi? Albatta, eshik bozi 10 ga 5 profil. Buni stenasi 4 bo'ladi. Ya'ni 0.4. 0.4. Kreskasi o'zi bilan. Kreskasi o'zi bilan birinchi o'rinda. Lekin shuni ustiga biz yana kreska sepib beramiz. Aka, qarang. Bu bir sloy kreska emas, tamam-u? O'zi konteyner materialini, konteynerda o'zida gruntovka, antikorroz, kreska hamma yo'g'i bo'ladi. Hamma yo'g'i. Buning ustidan yana добавочный kreska bo'ladi. Akalar, nima deb o'ylaysizlar? Sizlarga arzon tushadi, по-моему. Ishlab chiqarish, katta zavod qilmoqchi bo'lganlar yoki, xo'p, nima deydi? Molxona, tovuqxona, endi eski sovetskiy misol klublarga kirsangiz, tepasida katta beton turadi. O'sha narsani takomillashgan variantida bu. Albatta. Ham yengil. Yengil. U betonlarga nisbatan. Aka, misol uchun firmani o'zini yoritdik, xoris kerak desa. Xoris kerak desa, mana. Xoris kerak desa, mana. Buni razmeri 30, 35, 38 gacha bo'ladi. 1 metri 185 ming so'mdan. Razmeri katta kichikligida pulida farqi yo'q. Ha. 10 metr joyga bez ustun bemalol qo'yilaveradi. 10 metr joy. Ha. Ya'ni oddiy o'zimizda xalq, aholi mana bunaqangi uylarda bo'lsa ham o'rtalarida har 3 metrga ham 2,5 metr ustun qo'yiladi. O'sha narsadan qutulishadi. Akalar, sizlar qidirayotgan mahsulot, videodan like tugmasini bosib ketinglar. Qimmat degan akalarimiz uchun arzon qilib berishadi, lekin hozir biz faqat qalin materialligini aytyapmiz. Ya'ni 6 ga 6 konteynerda eng qalin joydan ishlab chiqarilgan material bular. Misol uchun bundan da arzon qilib berish mumkin. Shuni qo'sh kres qilib 2 etажga uy qurmoqchiman deganlarga. Qo'sh bo'lsa, puli bu 2 ga ko'paytiriladi, 185 mingga 2 ga ko'paytiramiz. Endi buni yana bitta varianti bor. Mana bunday qilib kres qilib bering deganlarga. Qo'sh kres. Ha, o'shalarga ham bo'laveradi. U misol ikkala qo'yganda ko'ra o'shandan bitta qo'ygani ham ma'qul. Uni 1 metriga shu 185 mingga 30 ming so'm qo'shilib qoladi. Maşallah. Mana bularimiz nima? Bu stoyka shekilli aka. Bularimiz stoyka. Stoykalarimiz 1 metri, buni ikkitaligimiz 1 metr 150 ming so'mga to'xtaydi. Mana bu to'rttaligimiz 1 metr 300 ming so'mga to'xtaydi. Kreskasi bilan birga albatta. Ha, kreskalangan variant. Maşallah. Zo'r. Akalar, antikorroz deganim mana akalar.
bilganlarga eslatib, bilmaganga o'rgatib degandek, mana bu zangga qarshi masla bo'ladi. O'zini zavod tomonidan sepilgan antikaroz bo'ladi. Hattoki ichi-yu tashi hamma joyda antikaroz bor. Xotirjamchilikda bosib oladigan joyi. Xo'p, mini stadionlarni tomini yopish yoki issiqxona, parxona har xil narsa qurmoqchi bo'lgan akalarimizga hozirgi kunda kunlar isiyapti, xoladenniklar ommalashadi. Xoladennik qurib berish xizmatlari, temir xonasida qanday mahsulotlar kerak bo'lsa akalarimizga aloqa chiqarasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvoyda tumani Kamiterindan O'zbekiston 12 ta viloyatiga narxi ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmaydi. Borib qilib berishaveradi. Obyemingiz katta bo'lsa, yanada bonuslari bilan qilib berishar ekan. Xudo xolasa nima deymiz? Bosib oladigan joyi to'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqa chiqib, savdosini qilaverasizlar. Kommentariyaga yozinglar, qanday mahsulotlar kerak sizlarga. Xolasangiz eshik bos, xolasangiz konteyner lagaligi, istagan mahsulotingizdan foydalanishlaringiz mumkin. Mehnatimizni qadrlab like tugmasini bosasizlar. Sivatchi akalarimizdan bu dunyoning sivatchilari emas, eng mustahkamidan, mo'tadilidan akalar. Garantiyalari bor. Telefon qilib savdosini qilaverasizlar.